Xo'p, bolalar, anchadan beri gym content olmayotgandim, chunki anchadan beri zalga chiqmayotgandim. Zalga oxirgi marta qishda chiqqandim. Qishdan beri, bahordan beri ko'chada trenirovka qilmayman. Rangimdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Hamma joyim qop-qora, bir xil rangda, chunki ko'chada futbolkasiz trenirovka qilaman, o'shaning uchun hamma joyim zagar olgan. Ida hozir zavtrak qilaman, keyin o'chirish esimdan chiqib qolibdi. Ovqatni ham o'chirsam bo'ladi. Hozir aytganimdek zavtrak qilaman, keyin zalga ketaman. Zalga oldin willpowerga chiqardim, uzoqroqda uyimda, lekin Geraklga chiqqanman, uyimga yaqin bo'lgan zalga. Ovqatni ham o'zim qilaman, o'z zavtrakni o'zim qilaman. Zavtrak har doimgidek ko'rib turganingizdek bir xil tuxum, pomidor, piyoz ovqat qilib qo'ydim bu yoqda. Obedga ujinga ovqat qilib qo'ydim, chunki uyda hech kim yo'q bir haftadan beri. O'zim ovqatimni o'zim qilaman. Da shunaqa. Xo'p, har doimgidek bir xil zavtrak, tuxum. Uje bilmadim, 1 yilcha bo'ldi, faqat zavtrakka tuxum yeyman. Lekin hozir ovqat yeyishdan oldin ustimga futbolkamni kiyib olaman. Chunki oyim bu videoni ko'rsalar, точно meni urishib beradilar. Chunki har doim aytadilar, ovqatni boshida, dasturxonni boshida har doim futbolkangni kiyib o'tirdi. Men o'shaning uchun aqlli bo'laman, oyim aytganlarini qilaman. Hozir ustimga futbolkamni kiyib olaman. Aqlli bola bo'lib oldim, ustimga futbolkamni kiyib oldim. Endi hozir zavtrak qilib o'sha zalga ketsam ham bo'ladi. Bugun menimcha back and bicep ishlayman, chunki o'tgan safar chiqqanimda gurtga ishlagandim, yelkalarga ishlagandim, ozgina tricepga ishlagandim. Menimcha bugun back and bicep ishlayman. Zavtrak qilib oldim. Endi hozir suv olaman, suvimga isotonik qo'shib olaman. Isotonik bu supplement, trenirovka qilayotgan paytingizda, trenirovkadan keyin ichiladi odatda. O'zim ham bitta yozib qo'ygan bo'lish kerak. Va use before, during and after physical effort degan. O'sha trenirovka jarayonida, trenirovkadan keyin yoki trenirovkadan oldin ichiladi. Sizlarga hozir zo'r lifehack ko'rsataman. Varonkani o'rniga qog'ozdan foydalanamiz. Rangi ham, ta'mi ham Fantaga o'xshaydi. Почти Fanta ichgandek bo'lasiz. Lekin Fanta emas. Endi zalga go. Pod'ezd hamma joy remont. Eshigiga qarang, nima osib qo'yganman. Material osib qo'yganman. Xo'p, bolalar, zalga ham keldim. Endi aytganimdek bugun back va bicep ishlayman.
O'tgan safar nechi edi? 43. 41 bo'libdi. 5 tashlaganingga 41. O'tizyetti. Qani menikini ko'rsan. Vizasiz foto. Nega? Kulma o'rta. Vizasiz deganiga o'rta kulma o'rta. Hadi. Hadi. Tut. Qo'shib turma, yoningga boraylik. Hozir farqini qo'ysa. Ko'p shu oldim. Xo'p, uyga keldim. Hozir endi ishni boshlayman. Keyingi 2 soatdan keyin obetimni yeyman. Videoni boshida ko'rganingizdek ertalab ovqat pishirib qo'yganman. Bir haftadan beri uyda hech kim yo'q, o'zim ovqatimni o'zim tayyorlab yeyapman. Ida yengillik bor aytgancha DTM test topshirgandim. DTM testdan 105 ball olman. Menimcha bu ball bilan O'zbekistonni institutiga kirsa bo'ladi. Lekin men Polshaga ham o'qishga topshirganman, University of Warsawga. Dokumentlarim jarayonida, imtihon bo'ldi, entrance exam, ya'ni kirish imtihoni bo'ldi, imtihonidan o'tdim. Hozir yana dokumentlarim anaqaga borib, o'sha fakultetga borib, Business and Management anaqa fakultetim. O'sha yerga borish kerak, imtihondan o'tganim haqida u yoq tasdiqlash kerak. Xullas, dokumentlarimni nostrifikatsiya qilish kerak. Nostrifikatsiya bo'lgandan keyin universitet menga email jo'natadi, dokument jo'natadi. Işte kirganligim, institutga kirganligim haqida. Keyin men уже vizaga harakat qilaman, vizaga o'chirt olaman, keyin vizaga kiraman, xudo xolasa. Vizani olganimdan keyin Polshaga boraman. Shunaqa yangiliklar. Hozir aytganimdek уже ishni boshlayman. Mashta lekin Chris Williamson juda ham to'g'ri gapirdi. Ko'rib turganingizdek ovqat yeyapman, obed qolman уже. Ovqat ko'rinayotgan bo'lsa, qilgan ovqatim. Bu yerda tovuq, kartoshka, piyoz, sabzi, keyin bolgarskiy. Nima ovqatligini bilmayman, lekin точно yesa bo'ladigan ovqat. Hozir to'g'ri gapirdim. The more seriously you take yourself, the unhappier you are going to be dedi. Ya'ni siz qanchalik o'zingizni seriozniy qabul qilsangiz, siz shunchalik baxtsiz his qilaverasiz o'zingizni dedi. Mana shu narsani oxirgi kunlarda men o'zimda his qildim. Qanaqadir men ham seriozniy qabul qilmayman. Hamma narsani kelajaklarni o'ylab, rejalarni qilib, bir nimalarni xullas vashi seriozniy qabul qilmayman. Oddiy kichkina narsalarni. Kimda o'tirib o'yladim. O'zi seriozniy qabul qilishga arziydimi mana shu mayda-chuda narsalar deb. O'zi baxt nima o'zi? Men uchun o'zi 2 haftacha oldin o'rtog'im bilan gaplashib qolgandik, baxt nima deb so'ragandim-da mendan. Keyin men to'satdan tashlab qoldi, baxt nima sen uchun dedi. Keyin men ozgina 6-7 sekund o'ylandim-da. Baxt ham uchun har xil dedim-da. Misol uchun oyog'imiz yurib turibdi, gapiryapmiz, ovqatlanamiz, ko'zimizda, miyamiz ishlab turibdi dedim. Keyin to'g'ri dedi, boshqa narsalarchi, boshqa tomonlamachi deb so'radi. Keyin men aytdim, sog'lom bo'lsang, ishlaring joyida, yaqinlaring yonida, mana shuni o'zi ham bitta baxt dedim. O'zi hamma uchun baxt har xil bo'ladi-da dedim. Kambag'allar uchun boy bo'lish baxt, farzandi yo'li uchun farzand bo'lish baxt. Yoki bilmadim. Aytganimda shu hammani baxti har xil. Keyin men o'zidan so'radim, sen uchun nima baxt deb so'radim. U aytibdi, qanaqadir nima dedi, как o'rmonga o'xshaydigan joyga borib, takoy tinch bo'lib, manzarani kuzatib o'tirish, mana shuni o'zi ham bitta baxt edi. Bu narsani hozir u o'rtog'im ustidan judgment qilib, kulib yoki u narsasi noto'g'ri deya olmayman, chunki aytganimdek hammani baxti har xil. Chunki uni gapi kulgili ham anaqa emas. Kulgili gapni ham gapirmadi. Aytganimdek angliska o'rganayotgan bolaga IELTS olish baxt. Menda shunaqa edi. IELTS olgunimgacha bo'lgan jarayonda. Misol zalda boshlayotgan odamga yaxshi qomatga erishish baxt. Shuning uchun o'ylang,
unaqa hayotni серьезный qabul qilmang, chunki biza misol necha yil yashaymiz, уже по-любому o'lib ketamiz, to'g'risi. Normalniy yashab, hozirgi jarayondan zavqlanish kerak. Kelajagini ko'p o'ylash kerak emas, o'tmishni ham ko'p o'ylash kerak emas, hozirda yashash kerak. Chunki hayot hozirgi kunda, kelajakda emas. Burun bino bo'lib, bunaqa ovqat yemaganman to'g'risi. Ovqat вообще lekin cho'tki chiqibdi. Отвечаю, maqtanish uchun emas. Bilmadim, bir necha minut yedim, bir 4 minutdan 5 minutlik bo'lgandirmi ovqatni, вообще tez yeb tashladim. Chunki aytganimdek вообще shirin bo'libdi. Xo'p, soat 10 dan o'tdi, уже uxlaydigan vaqtim bo'ldi. Hozir kitob o'qib, shun bilan uxlayman. 2 haftacha oldin $40 ga Kindle sotib olgandim. Ko'rishingiz mumkin. Kindle nimaligini bilmaydiganlar uchun, Kindle bu elektron kitob. Bu yerda xohlagan kitobingizni skachat qilib o'qisangiz bo'ladi. Bu ham Paperwhite, ya'ni hozir anaqasini skrinini yoqmaganman. Bemalol o'qisam bo'ladi. Kitobga o'xshab o'qisangiz bo'ladi. Yorug' paytida bemalol o'qisangiz bo'ladi. Agar qorong'i paytida buni skrinini anaqasini yoqasiz, yarqisini ko'tarib o'qisangiz bo'ladi. Misol hozir ko'taraman, varaqlarni o'tqizib, orqaga oldinga qilib bemalol kitob o'qisangiz bo'ladi. Buni yaxshi tarafi bilmagan so'zlaringizni перевод ham qilib beradi. Yana uni highlight qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol kerakli gaplarni yoki kerakli qismlarni siz highlight qilib, ya'ni belgilab qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Aytganimdek, misol kechki payt uxlashdan oldin svetli o'chganda yarqisini ko'tarsangiz bo'ladi, ozgina. Mana bundoq qilsa уже yop-yorug' bo'ladi. 24 gacha ham chiqadi. Bundoq qilib aytganimdek yorug'ni просто o'chirib, kunduz kuni bemalol o'qib o'tirsangiz bo'ladi. Zaryadkasi ham вообще ko'p ketar ekan. Bir hafta oldin zaryadkaga qo'ygandim, hozir 54%. Shunaqada bemalol kitob o'qisangiz bo'ladi maza qilib. O'qish anaqangizni sotib olishni maslahat beraman. Bu вообще komfort ekan, chunki kitobni o'qish uchun svet kerak. Svet yoqib bo'lmasa kitob o'qiy olmaysiz. Oddiy mana bunaqa kitoblarni o'zi, oddiy kitoblarni. Kindle'da bemalol aytganimdek, yarqisini ko'tarib, pasaytirib bemalol o'qisangiz bo'ladi, svet o'chirilgan holda ham. Hammani ikkita qo'lda bundoq ushlab o'tirmaysiz, ushlab o'qimaysiz. Bitta qo'lda ham bundoq qilib, yonboshlab, xohlagancha mazza qilib kitob o'qisangiz bo'ladi. Men The Alter Ego Effect degan kitobni o'qishni boshlaganman. Todd Herman yozgan. Alter Ego Effect bu o'zingizni eng yaxshi versiyangizni yaratishga yordam beradigan kitob va kuchli xarakter yaratishga yordam beradigan kitob. O'sha kitobni o'qishni boshlaganman. Endi u kitobni o'qib bo'lgandan keyin balkim o'sha kitob haqida video chiqarishim mumkin. Xullas shunaqa qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilgisi kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.